Assalomu alaykum azizlar. Men buni o'targina ovqatlanib turib bir narsani aytish kerak ekan deb qoldim. Qarang, mana bu bodring tabiiy toza bodring. Bu Toshkentda Kelesda yetishtirilgan. Toshkentga borganimizda olib kelgan edik. 26-kun olgan edik. 26-kun bo'lsa bugun 9 kun bo'lib turib qolsa. Mana 9 kunda kasillab turibdi-da hozirgina. Shuni ovqat bilan shunday ochib sindirib ko'rsam, mana kasillab turibdi. So'lib qo'ygan bo'lsa kerak allaqachon deb o'ylagandim, ancha bu turib qolganiga. Tabiiylikda mana shunaqa saqlashga ham ahamiyati bor ekan. Qarang mana. Bir qo'limda video bor edi. Karsillab turibdi hali. 9 kunda. Menimcha nimaga holatiga qaraganda bu hali yana bemalol turadigan mana. Tabiiy toza bodring. Demak, tabiiylik turishga buni boshqa mahsulotlarda ham ko'rganmiz-ku. Lekin bodring tez so'lib qoladigan mahsulot, bilasiz. Buni ustiga bu sovuqxonada turmagan. Uy sharoitida, uy haroratida turgan. Endi biz bu yerda bilasiz, nima deydi, hali juda joylashib olganimiz yo'q, sovutgichlarimiz yo'q. Samarqanddamiz. Tabiiylikda mana bitta yana bir xususiyati. Shuni aytib qo'yay degandim. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Tabiiyga yetmaydi baribir. O'sha kuni Ulug'bek ham aytganida, o'sha bizni daladan o'zgalik kelganlar yeb ko'rib, boshqa navmi bu, nimaga boshqacha deb aytadi, mazasi boshqacha deb aytadi deb. Mazasi zo'r, lekin mana saqlanishida ham baribir farq bo'lar ekan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Esingizda bo'lsa, lavha tayyorlagandik. Mana bu daladan uzilganida bodringlar. Hatto mana kasalliklarga ham o'z kuchi bilan kurashgan bodring dalasi bu. Bu suhbatimizni, lavhamizni havolasini izohlarda qoldiramiz.